Endilikda O'zbekiston Afg'onistonga ortiqcha elektr energiyasini eksport qilmoqchi. O'zbekiston energetika sohasida yangi loyihalarni amalga oshirish bilan birga ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasidan yanada samarali foydalanishni rejalashtirmoqda. Xususan, quyosh va shamol elektr stansiyalari yuqori quvvatda ishlagan paytda hosil bo'ladigan ortiqcha elektr energiyasini qo'shni Afg'onistonga eksport qilish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Energetika vaziri Sherzod Xo'jayevning ta'kidlashicha, bu eksport O'zbekistonning ichki ehtiyojlariga zarar yetkazmaydi. Ya'ni avvalo mamlakat va hududlarning elektr energiyasiga bo'lgan talabi to'liq qondiriladi. Shundan keyingina ortib qolgan elektr energiyasi eksportga yo'naltiriladi. O'zbekiston hududida amalga oshirilgan loyihasi albatta afg'on tomonining tashabbusiga ko'ra amalga oshirilyapti. Ya'ni ularning elektr tarmoqlarini, yangilarini qurib berish, mavjudlarini modernizatsiya qilish. Shu bilan birga bizda mavsumiy elektr energiyasini ortiqcha qismi yuzaga keladi. Ya'ni quyosh elektr stansiyalarimiz, shamol elektr stansiyalarimiz ko'p yuqori quvvat bilan ishlagan vaqtda bizda ortiqcha hosil bo'lgan quvvatlarni mana eksport qilish evaziga biz uni demak iqtisodiy samarasini ko'proq ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yana bir jihati Surxondaryo juda ham quyoshga boy o'lka. U yerda bizda hozirgi kunda ishlab turgan quyosh stansiyamizning quvvati to'liq Surxondaryo viloyatini talabini qondirishga yetadi, lekin biz u yerda yana qo'shimcha 2-3 ta elektr stansiya qurishni rejalashtirganmiz. Ya'ni bu yerda bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, Afg'onistonga eksport qilingan elektr energiyasi hajmi ichki talab to'liq qondirilgandan keyin ortgan qismi hisobiga amalga oshirildi. Bu borada Surxondaryo viloyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Viloyat quyoshli kunlar ko'pligi sababli quyosh energiyasi uchun eng qulay hududlardan biri hisoblanadi. Hozirda faoliyat yuritayotgan quyosh elektr stansiyalarining quvvati viloyat ehtiyojini qoplash imkoniyatiga ega. Bundan tashqari hududda yana 2-3 ta yangi elektr stansiyasi qurish rejalashtirilgan. Yangi stansiyalar ishga tushirilgach, ayniqsa quyosh nuri kuchli bo'lgan kunning ayrim vaqtlarida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi ichki talabdan oshib ketishi mumkin. Ana shunday holatlarda ortiqcha elektr energiyasini eksport qilish O'zbekiston uchun qo'shimcha iqtisodiy daromad manbaiga aylanishi mumkin. Afg'oniston esa elektr energiyasiga ehtiyoji yuqori bo'lgan qo'shni davlatlardan biri hisoblanadi. Shu sababli O'zbekistonning janubiy hududlarida ishlab chiqariladigan ortiqcha elektr energiyasini Afg'onistonga yetkazib berish iqtisodiy va strategik jihatdan ham muhim bo'lishi mumkin. Bundan tashqari qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanishi O'zbekiston energetika tizimi uchun yana bir muhim imkoniyat yaratadi. Quyosh va shamol elektr stansiyalari ko'paygani sari elektr ishlab chiqarish hajmi ham ortib boradi. Ortib qolgan energiyani eksport qilish esa ishlab chiqarilgan quvvatdan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi. Eng muhim jihat shundaki, rejalashtirilayotgan eksport ichki iste'molchilar hisobidan amalga oshirilmasligi ta'kidlanmoqda. Ya'ni O'zbekiston aholisi va korxonalarining ehtiyoji birinchi o'rinda turadi. Faqat ichki talab qondirilgandan keyin qolgan elektr energiyasi tashqi bozorga chiqariladi. Agar ushbu loyihalar to'liq amalga oshirilsa, O'zbekiston nafaqat o'zining elektr ishlab chiqarish quvvatlarini oshiradi, balki Markaziy Osiyodagi energetika bozorida ham o'z mavqeini kuchaytirishi mumkin. Ayniqsa qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobiga ishlab chiqarilgan ortiqcha elektrni qo'shni davlatlarga sotish kelajakda mamlakat uchun muhim iqtisodiy yo'nalishlardan biriga aylanishi mumkin. Qisqasi, O'zbekistonning yondashuvi oddiy tamoyilga asoslanadi. Avvalo ichki ehtiyojni ta'minlash, undan keyin esa ortiqcha elektr energiyasini eksport qilish. Bu esa qayta tiklanuvchi energiya loyihalaridan nafaqat ekologik, balki iqtisodiy manfaat olish imkonini ham beradi. Albatta, siz bu borada qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu orada Sadir Japarov 2027-yilgi prezidentlik saylovida yana nomzod bo'lmoqchi. Qirg'izistonda 2027-yilda bo'lib o'tishi kerak bo'lgan prezidentlik saylovi oldidan siyosiy jarayonlar qizg'in tus olmoqda. Amaldagi prezident Sadir Japarov navbatdagi prezidentlik saylovida ishtirok etib, ikkinchi muddatga saylanish uchun o'z nomzodini qo'yish niyati borligini bildirdi. Japarov bu haqda jurnalist Ali Toktakunovga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning aytishicha, avvalroq 2027-yilgi saylovda ishtirok etmaslik va prezidentlik lavozimini boshqa siyosatchiga topshirish rejasi bo'lgan. Men o'zimning planim bo'lgan. 6 yil o'tirib ela, shu bunaqay 2027-yil men o'zim saylovga barbay ela, o'sha tayyor bo'lib qolsa, o'sha tayyor bo'lib, yaxshi ishlab qoldi, tajriba to'plab ham tayyor bo'lib qolsa, shu qamchi qatishsa, men qatishmayman, qamchini prezident qilib qo'yib, men esanluqqa ketsam degan men o'zim planim bo'lgan. Shu muddatdan keyin. Shu muddatdan 27-yil yanvarda saylov bo'libdi. O'sho'g'on shunday qilsam degan meni planim bo'lgan. O'zine 1 yil qolganda aytganman. Bayaqı 1 yil burun, xizmatdan ketirdim. 2 yil burun desek bo'ladi. 2 yil, 3 yil bo'lib qoldi shunday deb. Men delemi
4 yıl chet өлkөдө тентидим, 4 yıl түрмөдө чиридим, эми 6 yıl монтип конвой менен жүргөн сыяктуу эле жүрөмүн. Чачым аарды, эми мен деле салайын, небере чөбөрө бар деген ошолорго көңүл бурайын деп, эми кептин ачыгы мен ушинтип өзүнө да айтып, даяр болгун, даярдан, айлана тегерегиңди тазала, тарбияла деп ошентип келгенмин. Анан карасам даяр эмес, сотрудниктердин баары тинтип атат. Айлана тегерегиңдин баары асманда жүрөт, учуп алды. Дебем бул 75-тин немеси боюнча. Ага чейин, каттары боюнча парламенттеги жана экиге бөлүп депутаттарды сен бергел генерал тараптасыңбы же бул тараптасыңбы деп баштаганда анан чакырып алып айтты. Мындай иш болбойт. Элди экиге бөлбөш керек. Анан кийин андай түндүк түштүк деп бөлгөндөрдү мен жестко неме кылам, наказать этем. Эми эл биригип бир Кыргызстан болуп баратса анан сен тияктасыңбы же бул тараптасыңбы деген болбойт анда. Мен сени кызматтан алып атам ошон үчүн. Капа болбогун деп туруп анан сен кийинки шайлоого катышам десең шайлоого шарт түзүп берем деп айткан. Siz aytib turib aldingizmi? Al kishi күтүүсүз болду деген эле. Жок, айтып туруп берем. Uning ta'kidlashicha, bunday holatda o'zi prezidentlikdan ketib, nafaqaga chiqishni rejalashtirgan. Biroq vaqt o'tishi bilan vaziyat o'zgargan. Endi Japarovning bayonotidan ma'lum bo'lishicha, u 2027-yilgi prezidentlik saylovida yana o'z nomzodini qo'yishi niyatida. Qirg'izistonda navbatdagi prezidentlik saylovi 2027-yil 27-yanvar kuni o'tkazilishi kerak. Agar Japarov saylovda ishtirok etib g'alaba qozonsa, u prezidentlik lavozimida ikkinchi muddat ishlaydi. Shuningdek, Japarov saylovda kim ishtirok etmoqchi bo'lsa, nomzodini qo'ysa qo'yaversin. Hech kim buni cheklamaydi deya o'z intervyusida aytib o'tgan. Барам, мен жана башындан айтпадымбы, өзүм дагы бир срокко, дагы бир мөөнөткө барышым керек болуп калды. Бардыгына жол ачык. Ким барам десе, бара берсин. Орусча айтканда флаг в руки, эч кимди биз чектебейбиз. Муну диге неме кылып койгула, анан диге буга бүт тоскула же болбосо деге дебейбиз. Шайлоо таптаза өтөт. Мен могу парламенттик шайлоодо жарыялагам беле, билесиздер да. Ар ким өзүңөрдүн мына шайлоону укугун элге бердик. Мурда элге берилчү эмес. Мурда кагаз менен бюллетень санап туруп, биринчисиникин, экинчисине кошуп коюп өткөрүп койчу. Азыр андай жок да, билесиңер да. Ишенесизби таза шайлоо системасы менен? Техникалык жагынан мен абдан ишендим. 15 мүнөттүн ичинде 8де чыгып калат результаты. Ошол сыяктуу эле эми, конечно, парламенттик шайлоону мен жарыялагам, бирок анча-мынча аралашуулар болуп, сен алып кой кандидаттын туураңды, сен бул жерге койбо, тиги жерге кой деген дагы болуптур. Аны баарын билдим мен. Ошол жагынан ишенич эми парламенттикте кийинкиде андай болбойт. Таптаза болот. Бу президенттикте бир эле округда. Сен алып кой анан тетиге Баткенге барып кой деген болбойт да, бир эле округ. Эми муну деле убакыт көрсөтөт, аманчылык болсо көрөсүңөр. Эч кимди чектебейбиз. Бирөөнө бүт тоспойбуз. Мыйзам кандай болсо ошондой коюп, ар бир кандидат бара берсин. Sadir Japarov 2021-yil 10-yanvar kuni bo'lib o'tgan muddatidan oldingi prezidentlik saylovida 79,2% ovoz bilan g'olib bo'lib chiqqan edi. Japarov 2021-yil 28-yanvar kuni rasman prezidentlik lavozimiga ishga kirishgan edi. Albatta, siz ushbu holatlar bo'yicha qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Uzbon TV kanaliga obuna bo'ling, video rolik ostiga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.